Rasmlardan birini tanlang va o'z psixologiyangizni bilib oling. Rasmlar psixologiyangiz haqida so'zlaydi. 6 ta rasmdan birini tanlang va izohlarda yozib qoldiring. Agarda videom sizlar uchun qiziq bo'layotgan bo'lsa, videoga like bosing. Rasm tanlashingiz uchun 20 soniya vaqt ajrataman. Kanalga obuna bo'lishni unutmang. Birinchi rasmni tanlagan insonlar saxiy va mantiqli insonlar. Har doim yaxshilikka intilasiz. Atrofingizdagilar siz bilan murosa qilish qiyin deb o'ylashadi, ammo aslida sizga o'zingiz bilan o'zingiz bo'lish qiyinroq. Siz atrofingizdagi olamni yaxshilash uchun tinmay ishlaysiz, biroq kimni yaxshi ko'rsangiz, u sizni xafa qilsa ham yaxshi ko'rishda davom etasiz. Juda kam odamlar qilayotgan ishingizni tushunadi. Harakatingizni ko'pchilik anglamasa ham, tanlagan yo'lingizdan chalg'imang. Ikkinchi rasmni tanlagan insonlar qiziquvchan va haqiqatgo'y. Boshqalarga g'amxo'rlik qilishni sevuvchi insonlar. Jonkuyarligingiz bois darrov mas'uliyatni o'z bo'yningizga olasiz. Uchinchi rasmni tanlagan insonlar aqlli va o'ylanuvchan insonlardir. A'lo darajada fikrlaysiz, g'oyalaringiz ustida yolg'iz o'zingiz bosh qotirishni xush ko'rasiz. Faqat o'rganish va o'qishni sevuvchilar bilan chiqishasiz. Biroq bir narsani tub mohiyatiga yetmaguncha o'ylayverasiz. Ko'pchilik sizga qarshi bo'lsa ham, qilayotgan ishingiz to'g'ri deb hisoblaysiz. To'rtinchi rasmni tanlagan insonlar idrokli va falsafiy insonlardir. Noyob qalb egasisiz, atrofingizda sizga oz bo'lsa-da o'xshash inson yo'q. Biroz g'alati va tavakkalchi insonsiz. Ko'pchilik sizni noto'g'ri tushunadi. 5-chi rasmni tanlagan insonlar o'ziga ishonadigan insonlardir. Mustaqil insonsiz. Hayotdagi tamoyilingiz o'zim uddalayman. Faqat o'zingizga suyanasiz. Sevgan insoningiz uchun kuchli bo'lishni bilasiz. Yaqinlaringizdan talab qiladigan yagona narsangiz samimiylikdir. Haqiqatni eshitishga doim tayyorsiz. Oltinchi rasmni tanlagan insonlar ochiq ko'ngil va sezgir insonlardir. Insonlar bilan osongina aloqaga kirishasiz. Do'stlaringiz juda ko'p. Ularning hayotini yaxshilashga harakat qilasiz. Ruhiy quvvatingiz baland. Yaqinlaringiz yoningizda o'zlarini xotirjam his qilishadi. Kundan kun ozishni, o'z ustingizda ishlashni yaxshi ko'radigan shaxssiz. Biroq shaxsiy hayotingizda mehr-muhabbatga erishmaslikni inkor etib bo'lmaydi. Ta'sirchanligingiz bois ishonuvchanligingiz ham bor.